Davom etamiz. Giyohvandlik bu inson organizmi va ruhiyatidagi kuchli qaramlikni yuzaga keltiradigan og'ir ijtimoiy va tibbiy muammo hisoblanadi. U markaziy asab tizimini izdan chiqarib, insonning sog'lig'i, tafakkuri, xulq-atvori hamda ijtimoiy hayotiga jiddiy zarar yetkazadi. Yurtimizda bu illatga qarshi murosasiz kurash davom ettirilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida katta miqdordagi giyohvandlik moddalari savdosining oldi olindi. Hozir shu haqda. Bugungi kunda yoshlar orasida giyohvand moddalar bilan bir qatorda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining iste'moli ham sezilarli darajada ortib borayotgani aholi genofondi uchun eng katta tahdid hisoblanadi. Afsuski, giyohvandlik inson organizmiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatib, uni nafaqat jismonan, balki ma'nan qashshoq kimsaga aylantiradi. Giyohvandlik vositalariga bo'lgan tobelik oxir-oqibat oiladagi parokandalik u barbod bo'lgan kelajak hamda o'lim bilan yakun topishi shubhasiz. Ayni shu ma'noda hozirda mamlakatimiz bo'ylab narkotik vositalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi keng ko'lamli tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida joylashgan Ravot chegara bojxona postiga Tojikiston Respublikasidan kirib kelgan O'zbekiston tumanida yashovchi 1979-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtotransport vositasi Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari va Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari hamda bojxona organlari xodimlari hamkorligida sinchkovlik bilan tekshiruvdan o'tkazildi. Xodimlar tomonidan transport vositasi shubhasiga ko'zdan kechirilgan transport vositasi yoqilg'i bak ichida giyohvandlik vositasi qo'shib bo'lgan moddalar borligi aniqlanib olingan. Vakuumga solingan holatda xato qilingan. Natijada avtomashinaning yoqilg'i baki ichiga sof og'irligi 10 kg 739 gram gashish, 412 gram marihuana va 35 gram opiy giyohvandlik vositalari hamda 6945 dona royal kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari yashirilganligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda holat yuzasidan mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi va 25 orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov doirasida uning jinoiy aloqalarini aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ta'kidlash lozimki, davlatimiz rahbari tomonidan endilikda narko jinoyatlarga qarshi kurashish umummilliy harakat darajasida olib borilishi belgilanib, mutasaddi idora hamda vazirliklarga tegishli topshiriqlar berilgan bir vaqtda har bir fuqaro ham o'z burchini ado etib, ushbu ezgu harakatga munosib hissa qo'shishi lozim.